Endi qiyomatning kichkina alomatlari ham bor. Bu alomatlar boshlandi. Sekinlik bilan mana ko'rib turibmiz. Shu alomatlar qanaqa alomat? Birinchisi, kishilarni boshiga shunday bir zamon keladiki, foiz yemagan, riboxo'rlik qilmagan odam qolmaydi. Foizxo'rlik qilmasa ham changi yuqadi. Buni qanday tushunamiz? Sizu biz riboxo'rlik qilayotganimiz yo'q. Foizxo'rlik qilayotganimiz yo'q. Lekin odamlarni oshiga boramiz, to'yiga boramiz. Odamlar baqadri imkoniyat bizni rozi qilishadi. Yeyotgan oshimiz nimani hisobidan bo'ldi? Qo'limizga kelayotgan pul nimani hisobidan kelib turibdi? Ustimizga kiygan libos nimani hisobidan keldi? Uni farqiga bormaymiz. Imkon qolmas ekan, saqlana olmay qolar ekansiz. Har tomoningizdan riboni changi yuqib turadigan bir zamon keladi. Alloh barakani ko'tarib qo'yadigan zamon shunda bo'ladi. Foizxo'rlik qilmasangiz ham uni changi yuqadigan zamon qiyomatning kichkina alomati. Ikkinchisi, qarindosh urug'chilik rishtalari uzilar ekan. Jigar, aka-uka, opa-singil har zamonda bir-birini ko'rganda salom berib qo'yadigan bir payt bo'lar ekan. Oqibat jigarchilik, qavm qarindoshchilik yuzaki bo'lib ketadigan, nomiga bo'lib ketadigan bir zamon keladi. Bu qiyomatning kichkina alomatlaridan bittasi. Uchinchisi, bir xil odamlar nihoyatda boy bo'lib ketar ekan, badavlat bo'lib ketar ekan. Bir xil odam nihoyatda faqir, kambag'al bo'lib ketar ekan. Bu narsa ham qiyomatning alomatlaridan, kichkina alomatlardan ekan. To'rtinchisi, ayrim erkaklarning qiblasi xotin bo'lar ekan. Qiblasi xotin degan so'zning ma'nosi ota ham, ona ham, aka, uka, jigar ko'rinmaydi. Xotinning gapi gap. Xotin xudoday bo'lib qoladigan, xotinning chizig'idan chiqmaydigan, qiblasi xotin bo'lgan zamon, ayrim erkaklarning sig'inadigan xotin bo'lgan zamon bo'lishi qiyomatning kichkina alomatlaridan bittasi. Beshinchisi, dinda ham kelishmovchilik bo'lib, aka uka mazhab talashib bir-birini so'yar ekan. Haqiqatdan ham bor. Aka borgan masjidga uka bormasa, akani mazhabini uka tan olmasa, dinda, diyonatda kelishmovchiliklar, har xil gap so'zlar, masala talashish, bir-birini gapini uqtirish, ma'qullash holatlari bo'ladi. Bilinglarki, bu ham qiyomatning alomatlaridan bittasi ekan. Oltinchisi, umrdan baraka ketar ekan. Vaqt juda tez o'tar ekan. 1 yil, 1 oyday o'tar ekan. 1 oy 1 haftadek, 1 hafta 1 kundek, 1 kun xazonni yoqqaningizda qanday kulga aylanib ketsa, shunchalik tez o'tib ketadigan bir zamon keladi. Bu ham qiyomatning kichkina alomatlaridan bittasi. Eng omadi kelgan odamlar ishi yurishgan odamlar, lagambardorlar bo'lar ekan. Odamlarga tavozu qiladigan, otasidan ham, onasidan ham yuqori ko'radigan, Xudo duvoradigan odamlar, juda ham lagambardorlik qiladigan insonlarning omadi kelar ekan. Ishi yurishadigan zamon bo'lar ekan. Bu ham qiyomatning bitta alomatlaridan bittasi ekan. Shunda holat bo'lar ekanki, bandalarning amaliga qarab boshiga balo kelar ekan. Falon joyni sunan olib ketibdi, toshqin bo'libdi deb eshityapmiz. Shohimardonda suv o'tgan paytlar bo'ldi. Zilzila, yer yutish, o't ketish bejiz bo'lmas ekan. Boshimizda qilayotgan amalimizga qarab, o'zimizni fe'li atvorimizga qarab boshimizga balolar kelar ekan. Ogohlantiruvchi balolar kelar ekan. Ana shu balolarni kelishi ham qiyomatning alomatlaridan bittasi ekan. Xo'jayinimizni o'zimiz tuqamiz degan ekanlar. Sahobalar so'rashdi: "Ya Allohning rasuli, xo'jayinimizni tug'ish qanday bo'ladi? Qiyomatdan oldin shunday zamon keladi. O'zing tug'dirgan bolang senga otalik qiladi, aql o'rgatadi. O'zing tug'ib qoningda ko'targan qizing senga onalik qiladi, yo'l ko'rsatadigan bir zamon keladi. Farzandni yo'rig'i bilan, farzandni gapi bilan ish tutasan, ota undoq emas, ona bundoq emas deb nuqtab turadigan zamon keladi." Bilinglar, bu ham qiyomatning alomatlaridan bittasi. Va ayollarning soni ko'payib ketar ekan. Erkakdan ayolning soni ko'payib, bitta erkakka 50 ta ayol to'g'ri keladigan zamon bo'lar ekan. Bu narsa ham qiyomatning kichik alomatlaridan bittasi. 11-si, cho'lda qo'y boqib yurgan cho'ponlar ham bir-biridan o'tkazib imorat quradigan,
imoratni savlati bilan, dabdabasi bilan faxr qiladigan zamon keladi. Imoratlarni zeb ziynat qiladigan bir zamon keladi. Bilinglar, bu ham qiyomatning alomatlari. 12-si folbinlarga Xudoga ishonganda ishonar ekanmiz. Xudo qolib bandasiga sig'inib ketadigan, folbinni gapini gap devoradigan, Xudo darajasida ko'tarib yuboradigan zamon keladi. Bilinglar, bu narsa ham qiyomatning kichkina alomati. 13-si qabrni oldidan o'tayotganimizda bir seskanib ketamiz hozir. Lekin shundoq bir davr kelar ekan, qabrni oldidan o'tayotganda niyat qilar ekansiz, yo Rabbim, shu qabrda qanday baxtli bandang yotibdi. Qachon men qabrda yotarkinman degan niyat bo'lar ekan insonda. Shunchalik jondan o'tgan zamon bo'lar ekan. Bu ham qiyomatning bitta alomati ekan. Va 3 narsani topilishi qiyin bo'lar ekan. Qiyomatdan oldin 3 narsani qidirasiz, lekin topolmaysiz. Birinchisi amaldagi sunnat. Rasulullohning sunnatlari yo'qolib ketishligi. Uchinchisi halol pul topaman deysiz. O'zingizni har joyga urasiz, harom aralashmasdan ilojisi yo'q. Halol pulni topolmaysiz. Uchinchisi jondan aziz do'st. Suyanadigan odam qolmaydi. Do'stim deb suyansangiz dushman chiqadigan bir davr keladi. Bu narsa ham qiyomatning kichkina alomati. Va shu bilan musulmonni ichida g'arib bo'lib qolar ekan. O'zingiz musulmonsiz, lekin musulmonni ichida g'arib bo'lasiz. Musulmonning orasida yurib chiqishtirmaydigan zamon bo'lib qoladi. Gapirgan to'g'ri gaping yoqmaydi. Hayotni gapirsang, Qur'ondan, oyatdan gapirsang, o'sha gaping yoqmasdan turkilab qo'yadigan zamon, odamlar noto'g'ri tushunadigan bir zamon bo'ladi. Boshingni egib gapiradigan gapingni gapira olmay qoladigan zamon bo'ladi. Bu ham qiyomatning alomatlaridan bittasi ekan. Ana undan keyin yana ko'p alomatlari bor. Baland imoratlarni qad ko'tarishi, tarozga xiyonatni kuchayishi, odamlarni, farzandlarni boqib tarbiyalash juda ham og'ir bo'lib ketish holatlari, bu ham qiyomatning kichkina alomatlaridan bittasi. Qiyomat degan so'zning ma'nosi tik turish degan ma'noni beradi. Qiyomat kuni har bir odam qabridan tik turib, mahshar maydoniga jam bo'lib, qilgan amallariga yarasha Allohning dargohida hisob berishi o'sha qiyomat kuni bo'ladigan voqeotlardan xabar berilar ekan. Endi muhtaram birodarlar, ilova qilib bir narsani ta'kid qilmoqchimizki, ya'ni Allohning qiyomatdagi azobi, bandani dunyoda bir-biriga bergan azobi dengizdan tomchi emas ekan. Ya'ni bandani bergan azobi, Xudoning bergan azobini oldida dengizdan tomchi emas.